Assalamu alaykum, aziz, hurmatli yurtdoshlarım, eldoshlarım, qonu qarindoshlarım, aka-ukalarim, opa-singillarim, aziz, hurmatli katta jirmiz ahli. Bugunina Xudoga shukr, eng bir yaxshi oy, yaxshi kun. Hava safarda yuribmiz. Hava bir odamzodni qalbi, ko'ngli her narsani xumsab qoladi. Buynazlar Xudo xolasa shunday bir safarimizni sog'lik bo'lsa, tinchlik bo'lib tursa, havo yurtimiz tinch bo'lsa, osmonimiz musaffo bo'lsa, qalbimiz pok bo'lsa, dilimiz shirin bo'lsa, musofirchilik ko'rgan yaxshi. Musofir bo'lmayincha musulmon bo'lmassan deydi. Bu degandan Xudo xolasa yana havo bir takdir taqozosi bilan bir yurtimizni ajoyib yerlarida qidirishmani davom qildiramiz. Xudo xolasa syomka jarayonlari bo'lib boradi. Havo obzorlarimiz davom etadi. Faqat sizlar bir yurakcha tashab qo'yasizlar. Hammangizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar azizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha Xudo xolasa yana to'ylara ulanib, bayramlara ulanib, shunday yaxshi oila, yaxshi kunlar hammaga hamroh bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin azizlar.